Assalomu alaykum azizlar. Termiz shahar hududida sizlarga turar joy, umumiy maydon 12 sotix bo'lgan joyda sotuvga chiqargani kelib turibmiz. Mana ko'rdinglar, ko'chamizda asfalt bo'lgan, domlar qurilgan va mana bu yerda chiroyli kottejlar, chiroyli mahalla. Manzilimiz Termiz shahar, Manguzar postdan shunday o'tganda birinchi o'ngga qayrilishmasdan ikkinchi o'ngga qayrilish edi. Mana bu avval Quyongo'sh degan markazlar bo'lar edi. Mana bu yerda prizimiz bor mana. Termiz shahar hududi bo'lyapti. Mana shu yerda umumiy maydon 12 sotix dokumentalni hamma dokumenti joyida bo'lgan, hali qurilishi to'liq tugallanmagan joyimiz sotuvda. Keling, bir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu tomondan chegaramiz boshlanadi, ko'rishingiz mumkin. Kelish kerak, buni xohlasanglar 3 ta qilib kottej qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Mana bu yerda ba'zi kottejlarimiz o'rtasidan bo'linib 2 ta xo'jalik qilib yuborishgan. Buni ham birdaniga 2 ta xo'jalik qilib olsanglar bo'ladi. 12 sotix hisoblanyapti. Xohlasangiz yoki bo'lmasa dom qursangiz ham bo'ladi. Bu yerda gazdan, suvdan, svetdan aslo muammosi yo'q. Zudlikda sotilyapti. Barcha dokumentlar joyida bo'lgan. Sirazi notariusga tayyor bo'lib turibdi. Hech qanday taqiq yo'q, hech qanday garov yo'q. Keling operator. Bu tomonlarni ham ko'rsatak. Umumiy maydon 12 sotix. Ha, aytgancha azizlar, dokumentalni joyimiz 12 sotix va mana bu yerda dalagacha bo'lgan joy. Mana qo'shnilar chiqishganda o'zi. Mana qo'shnilar, bu qo'shnilar chegarasidan tortadigan bo'lsangiz agar siz chegarani. Yana 3 sotix zaxvat joyimiz bor desak, maqsadga muvofiq bo'ladi. 15 sotix yutasizlar. Keling. Mana polni hamma tomonimiz pishgan g'ishdan ko'tarilgan. Xohlasangiz shuni davom ettiring yoki da bo'lmasa siz shuni buzib taylasangiz ham tayyor plitalar, tayyor pishgan g'ishlar, hamma mahsulotlar tayyor. Keling. Bu 12 sotix hisoblanayotgan turar joyimizni narxi $92,000 deb baholandi. Zudlikda sotiladi. Egalariga srochno pul zarur ekan. Manzilni tushuntirdim. Termiz shahar hududi, Termiz shahar Manguzar postdan aeroportga ketish yo'lida ikkinchi o'ngga qayrilish bo'lyapti. Pastdagi qoldirilgan nomerlar aloqasida kelamiz, birgalikda ko'ramiz. Kimga ma'qul bo'lsa olib beramiz. Zudlikda sotiladi. O'zingizlar xohlasanglar mana boshda aytganim 3 ta qilib kottej qilib yuborsanglar ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu tomondan yoki da bo'lmasa u tomondan. Mana bu gaz turbalar, gaz bor, suv bor, svet bor. Yana nima sharoit kerak? Asfalt bo'lsa. Kim mana shunaqa uyda yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Ko'pchilik bizni chet eldan kuzatishyapti. Mana sarmoyani qayerga tikishni bilmayapsiz. Demak siz o'sha sarmoyani mana shu yerga tikishingiz kerak. Tamom.